Men chipsman. Meni ko'p yeyish sog'liq uchun zararli bo'lishi mumkin. Men tarkibimda yog' va tuz ko'p. Shuning uchun meni me'yorda iste'mol qiling. Salom. Men yogurtman. Meni iste'mol qilish foydali, chunki men ichaklar uchun yaxshi bakteriyalarni ko'paytiraman, immunitetni kuchaytiraman. Olma juda foydali meva hisoblanadi. U vitaminlarga boy bo'lib, organizmni kuchaytiradi. Har kuni olma. Men hot-dog emasman. Men gamburgerman. Meni ko'p yeyish zarar. Assalomu alaykum. Men bananman. Men juda foydali mevaman. Menda ko'p vitaminlar bor va sizga energiya beradi. Men gazli suvman. Ranglarim chiroyli bo'lsa ham meni ko'p ichish zarar. Tishlaringni yemiraman. Oshqozoningni bezovta. Men homiladorlarning sevimli mevasiman. Meni yeb, suv ichib yubormanglar. Men sabziman. Ko'zlar uchun juda foydaliman. Immunitetni mustahkamlayman va sog'liq uchun kerakman. Meni ko'proq yeyinglar. Men kolbasaman. Meni ko'p yeyish yaxshi emas. Menda yog' va tuz juda ko'p. Bu sog'lig'ingizga zarar berishi mumkin. Men energetik ichimlikman. Meni ko'p ichish sog'lig'ingizga zarar yetkazishi mumkin. Yurak urishini tezlashtiraman. Biz qulupnaymiz. Biz juda mazali va foydali mevalarmiz. Vitamin C ga boymiz, teringizni chiroyli qiladi va immunitni kuchaytiradi. Men toza suvman. Men hayot uchun eng muhim ichimlikman. Tanangizni toza saqlayman, chanqog'ingizni bosaman va Men chipsman. Meni ko'p yeyish sog'lig'ingizga zarar bo'lishi mumkin. Men juda yog'li va tuzli bo'laman. Bu esa semirish va sog'liq muammolariga olib keladi. Men toza suvman. Men hayot uchun eng muhim ichimlikman. Tanangizni toza saqlayman, chanqog'ingizni bosaman va Men apelsin sharbatiman. Men vitamin C ga boyman va tanangizni kuchli qilaman. Immunitetni oshiraman va sizni kasalliklardan. Men zararli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilib qo'yganman. Endi buni kamaytirish kerakligini tushunaman. Sog'lom ovqatlanishga o'tish juda muhim. Men har doim faqat foydali mahsulotlar yeyman. Shuning uchun tanam baquvvat va sog'lom. Fast food va zararli ovqatlardan uzoq turaman. Like bosing va obuna bo'ling. Bu kanal juda qiziq va foydali kontentlar bilan to'la.